Qadrli do'stlar, biz yuqori daromad olish uchun qanday harakat qilishimiz haqida bugun gaplashamiz. Ko'pincha biz kuzatamizki, insonlar o'zi to'g'ri bo'lmagan yo'lda harakat qilganligi uchun yuqori natijalarga erishmaydi. Hozir biz siz bilan 4 ta pul topish yo'nalishi haqida gaplashamiz va siz o'zingiz uchun qaysi biri to'g'ri ekanligini aniqlab olasiz. Qadrli do'stlar, men Elbek To'rayev, 15 yildan buyon poligrafiya yo'nalishi bo'yicha ishlab keladigan tadbirkorman. Bu kanalimda men biznesdagi tajribam va shaxsiy fikrlarim bilan birgalikda bo'lishib boraman. Hurmatli do'stlar, hozir biz siz bilan pul topish yo'nalishlari haqida gaplashamiz va bizga bu nima uchun kerak degan savolga javob qidirib ko'ramiz. Demak, bizga yaxshi ma'lumki, biz asosan 4 ta yo'nalishdan daromad qilamiz. Bu birinchisi ishchi yo'nalishi, ikkinchisi o'zini ishi yo'nalishi, uchinchisi demak biznes yo'nalishi va to'rtinchisi investitsiya yo'nalishidan biz asosiy daromadlarimizni olamiz. Endi biz qaysi yo'nalishdan qanday daromad olishimiz haqida gaplashsak, aslida bu yo'nalishlar bizga nima uchun kerak? Bizga yaxshi ma'lumki, hamma ham biznes qila olmaydi. Kimdir qayerdadir, kimnidir qo'lida xodim sifatida yoki ishchi sifatida ishlashi yoki o'zini biznesi yoki o'zini ishi bilan shug'ullanishi mumkin. Biz nima uchun bu yo'nalishlarni o'rganishimiz va qaysi biridan qanday daromad olishimiz mumkinligini yaxshilab o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, hozir biz 4 ta yo'nalishni alohida tushuntirib o'tamiz. Biz qaysi yo'nalishda bo'lishingizdan qat'iy nazar yuqori daromad olishingiz haqida suhbatlashamiz. Demak, birinchi yo'nalishimiz bu ishchi yo'nalishi. Ishchi yo'nalishi aslida olganda biz oddiy ishchi xodimlarni tushunamiz, lekin aslida ishchi yo'nalishi nihoyatda katta va keng yo'nalish hisoblanadi. Bu yo'nalishda professor akademiklardan tortib davlat rahbarlarigacha kiradi. Ishchi deganda biz kimnidir qo'lida ishlayotgan ishchi xodimni tushunamiz. Aslida olganda professor o'qituvchilar ham yoki davlat rahbarlari ham davlatni yoki bir ma'lum bir oliygohni ishchisi, xodimi hisoblanadi. Shu uchun ishchi kategoriyasi, ya'ni ishchi yo'nalishi bo'yicha katta daromadga erishmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni olib borayotgan faoliyatingiz bo'yicha eng yaxshi natijalarni mo'ljal qilishingiz kerak. Yuqori daromad olishingiz uchun harbiy sohada bo'lsangiz, general, hattoki undan ham yuqori marshal darajasiga yetish harakatini qiling. Agar siz oliy ta'lim yo'nalishi bo'yicha ketayotgan bo'lsangiz, professor akademik yo'nalishini mo'ljalini olib harakat qilsangiz, yuqori daromadlar sizniki bo'ladi. Demak, biz o'ylagan ishchi yo'nalish ham bu kichik yo'nalish hisoblanmaydi. Agar siz qaysidir tashkilotga yoki joyda ishlayotgan bo'lsangiz, u yerda o'zingizni o'rningizni topish uchun ilm olib, darajangizni ko'tarib boring. Shundagina yuqori daromadlar sizniki bo'ladi. Demak, ikkinchi yo'nalishimiz bu o'zini ishi kategoriyasi, ya'ni yo'nalishi. Bu yo'nalish bo'yicha biz odatda o'zini ishi bilan shug'ullanayotgan sartaroshlardir, kosiblardir, shunga o'xshagan qassobdir, u o'zini o'zi ish bilan ta'minlagan insonlarni tushunamiz. Lekin bu yo'nalish ham biz o'ylaganimizdan ko'ra ancha kengroq hisoblanadi. Misol uchun aytaman sizga, futbol yulduzlari aslini olganda ular o'zini ishi bilan shug'ullanadigan insonlar qatoriga kiradi. Yoki yulduzlar, qo'shiqchilar. Bular ham o'zini ishi bilan shug'ullanayotgan insonlar hisoblanadi. Demak, siz o'z qobiliyatingizni qancha yuqori darajada ko'tarsangiz, shunda siz yuqori daromadlar egasi bo'lasiz. Siz o'zingiz ish bilan ta'minlayotgan bo'lsangiz, albatta bunda ham o'z qobiliyatingizni eng yuqori nuqtaga olib chiqing va shundagina siz katta daromadlarga ega bo'lasiz. Uchinchi yo'nalishimiz bu biznes yo'nalishi. Biznes yo'nalishi ancha keng yo'nalish bo'lib, bu birovlarni qo'l ostida ishlatish orqali jamoa tashkil etib ishlash nazarda tutiladi. Bu yo'nalishni endi alohida ta'riflashni menimcha hojati yo'q. Bu yo'nalishda agar tanlagan bo'lsangiz, buni ham ilmini olib, yo'nalishlarni kengaytirish orqali yuqori natijalarga erishishingiz mumkin bo'ladi. To'rtinchi yo'nalishimiz bu investitsiya, ya'ni pul tikish san'ati. Bu yo'nalish barcha sohalardan ham ustun va eng afzal yo'nalish hisoblanadi. Chunki sizni faoliyatingizni investitsiya bilan bog'lagan yo'nalish bo'lganligi uchun va bundan keladigan daromad sizni moliyaviy erkinlikka olib chiqqanligi uchun investitsiya yo'nalishi ham keng qamrovli yo'nalish hisoblanadi. Qadrli do'stlar, endi sizda savol bo'lishi mumkin. Siz qaysi yo'nalishda harakatlanyapsiz? Siz to'g'ri yo'nalishdamisiz yoki noto'g'ri yo'nalishda ketyapsizmi? Aslida olganda biz yo'nalishni to'g'ri aniqlab olishimiz kerak, chunki siz ishchi yo'nalishda zo'r qobiliyatga ega bo'lib turib biznes qilib yurgan bo'lishingiz mumkin.
yoki o'zingizni ishingiz bilan shug'ullanayotgan bo'lib turib, siz biznes egasi bo'lishingiz mumkin. Uni biznes darajasiga olib chiqish mumkin bo'ladi. Demak, siz avvalo yo'nalishlarni to'liq tahlil qilib, qaysi yo'nalishda ekanligingizni va siz qaysi yo'nalishda kuchli ekanligingizni aniqlagan holatda harakat qilsangiz, yuqori daromadlarga erishasiz. Endi hammani qiziqtirayotgan ajoyib bir savol, 4 ta yo'nalishdan bir vaqtni o'zida foydalansa bo'ladimi? Albatta, bu holatdan foydalansangiz bo'ladi. Deylik, siz biznes qilayotgan bo'lsangiz va korxonangizni o'zingiz boshqarayotgan bo'lsangiz, bir vaqt o'zida ham biznes egasi, ham o'sha yerda rahbar sifatida ishchi vazifasini bajarayotgan bo'lasiz. Endi xuddi shu korxonada siz o'zingiz yoqtirayotgan bir ish bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, siz o'z ishi bilan shug'ullanayotgan kategoriyani ham, ya'ni yo'nalishni ham qamrab olgan bo'lasiz. Va bu korxonani rivojlanish uchun o'zingizni shaxsiy mablag'ingizni investor sifatida korxonaga kiritsangiz, bir vaqtni o'zida investor pozitsiyasini ham egallagan bo'lasiz. Demak, siz har qanday holatda ham 4 tala yo'nalishni birga olib ketish imkoniyatingiz bo'ladi. Faqat bu ilmni o'rganishingiz va bu yo'nalishlarni chuqur tahlil qilib olsangiz bas. Demak, qadrli do'stlar, xulosa qilib aytamizki, siz qaysi yo'lda, qaysi yo'nalishda ekanligingizni aniqlab oling va yuqori natijalarga erishish uchun buni to'liq tahlil qilib chiqing. Maslahatimiz, bu yo'nalishlar bo'yicha daromad olish rejasini, yo'l xaritasini chizib chiqing. Bizni YouTube kanallarida kuzatib boring va biz sizga foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.